Yangi qurilgan uy cho'kib qolgan. Nima uchun? Uyni qurilish paytida yomg'irgarchilikda hisobga olinmagan. Kuchli yomg'ir yoqqan paytida hovliga suv to'lib qolgan. Fundamentlar nam tortib qolgan holatda yer beton cho'kishni boshlagan. Xuddi shunaqa klientimizga biz shu muammolarni oldini olish maqsadida naves qilib berganmiz. Navesda ham yomg'irgarchilikdan saqlanganlar, ham plus quyoshdan saqlangan. Endi Lexandan qildiradigan bo'lsangiz, ultra binafsha nurini 70% ga qaytaradi, 30% o'tkazadi. Quyoshning nurini, yorug'ligini Xudo xolasa 30% yorug'lik o'tib turadi. Naveslarda sizni uyingizga moslab, sizni uyingizni dizayniga moslab turib, dizaynni moslaymiz, byudjetingizga qarab turib, byudjetini chiroyli qilib to'g'irlab qilib beramiz. Byudjetini to'g'irlab qilingan vaqtida ham mustahkamligini, garantiyaliligini, sizga uzoq muddat xizmat qilishligini hisobga olgan holatda byudjetingizga to'g'irlab beramiz. Arzoni kerak desangiz, biz arzon materiallardan ishlab ertaga og'anab tushadigan, bizni chaqiradigan materiallardan qilib bermaymiz. Agar shunaqani xohlaydigan bo'lsangiz, bizga murojaat qilmasligingiz mumkin. Biz unaqani qilib ber desangiz ham qilib bermaymiz, chunki biz ertaga sizdan olgan zakazimizni garantiya bilan olamiz. U narsani mustahkamlardan ishlatib, buzib yuborgunizgacha xizmat qiladiganidan qo'yib beramiz. Byudjetingizga qarab deyilganda, dizaynini arzonroq, qimmatroq qilsa bo'ladi. O'zi bilasiz, insonni xohishiga qarab turib, dizaynlari, puliga qarab, cho'ntagiga qarab turib, kengayib full variantlargacha chiqishi mumkin, eng обычный holatga tushishi ham mumkin. Xuddi shunaqa naveslarda uyingizni dizayniga, byudjetingizga moslab qildirmoqchi bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, 1 kvadratini 350 ming so'mdan 850 ming so'mgacha butun O'zbekiston bo'ylab Qirg'iziston, Qozog'istonga ham, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonga ham qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Qo'shni davlatlarga pulini plus-minus qilishimiz mumkin bo'ladi. Agar xuddi shunaqa naveslar qildirmoqchi bo'lsangiz, butun O'zbekiston bo'ylab sizga 1 kvadratini 350 ming so'mdan 850 ming so'mgacha hamma materiallar, usta haqqi, xizmatlari, kraskalari, ovora uстановка qilishlarimizgacha, dizaynini chizib sizga ko'rsatishlarimizgacha ichida bo'ladi. Agar sizga kerak bo'lsa, pastki nomerga aloqaga chiqsangiz, to'liq ma'lumot beramiz. Agar zakaz qilsangiz, sizga ham qilib beramiz.